Hammaga salom aziz obunachilar, sizlar bilan men Slayer obunachilar. Bugungi videomizda Minecraft o'yinida MyStack serverida qanday qilib top qilish yasashni o'rganamiz obunachilar. Unda obunachilar videoga like bosib ishlaring, eslaringizdan chiqib qolmasin obunachilar. Masalan biz boshlaymiz. Albatta biz experience 30 qolamiz, ovozini pasaytirib olamiz. Do'stlarga kelganda ovozini yo'qib qo'ygan bo'lishi mumkin. Nimagadir bo'lmayapti. Okey, mayli, chiqsa yo'q. Okey, XP'mizni 30 qilamiz do'stlar. Do'stlar, buning uchun sizlarga uncha ko'p narsa kerak bo'lmaydi. Faqatgina bir 2 tacha almas bo'lsa bo'ldi. Va shitda top kirka bo'ladi. Previewdan ko'rgan bo'lsanglar kerak. Va shitda top qilich kirka deyapman do'stlar, qilich bo'ladi. Sehrlaymiz yaxshi emas. Do'stlar, o'zi bu enchantmani anchadan beri yomon ko'rib qolgan do'stlar. Bruni yasaganimda do'stlar chutki sehrlar chiqayapti. Nimagadir endi vashshita rasul sehrlar chiqayapti o'rnachilar. Okey, normalnitse ham bo'ladi-yu. Lekin bizga kerak emas. Okey, sehrlab tashlaymiz. Yana. Okey. O'tda sehrlaymiz. No, smit chiqdi do'stlar, yo'qotish kerak buni darhol. Hop, buni sehrni yo'qotamiz va yana XP'mizda otib olamiz. Okey, yana sehrlaymiz. Yo do'stlar, yana vashshi rasul sehr chiqyapti do'stlar, yo'qib tashlaymiz. Bu normalniy rangli sehr chiqqandek bo'ladi, lekin buni qo'shib bo'lmaydi. Baribir qilchisi. Bundan ko'ra sharpness minmatda yaxshiroq. O, normal var. Rasvo nima uchun? Okey, mayli, tursin hozircha. Okey. Do'stlar, sizlar ham mana shunaqa peshga qurib olishlaringni maslahat beraman. Chunki buni juda ham ko'p XP olsanglar bo'ladi. Masalan, XP'ni qarab turibsizlar, 24 30dan ham oshib ketdi do'stlar, ko'p turibsizlar. Bunaqa pechga cho'tki narsa, vashita tez pishiradigan narsalar do'stlar. Avto pechga do'stlar. Xo'sh, o'sha videoni silkasini agar qilgan bo'lsam do'stlar, videoni opисаниесida qoldiraman. Buni ko'rib qolsangiz bo'ladi. Yo do'stlar, ping bo'lyapti. Xo'sh, nega ping bo'lyapti? Okey, bo'ldi, o'tib ketdi. Sehrlaymiz rasvo. Nimaga bunaqa? Hop. Mayli. Bu yoqdan bizga oltin kerak bo'ladi. Hop, buni sehrlaymiz. Hop. O'qitlarni yasaymiz va davaydi. 30 ta bo'ldi, yana sehrlaymiz. Vah, bu mayli, asabiylashmaymiz obunachilar. Okey. Yana bitta harakat ko'ramiz do'stlar. Mana agar olmasa qatnov debsan sizlar, o'zim normalniy qilichimda ololman do'stlar. Qilich kirgan qilich kirka deb do'stlar. Shunaqa kirka haqida yasagan videoning silkasi opисаниеda bo'ladi yoki kanal YouTube kanalimga kirib ko'rib olsanglar bo'ladi va top kirkani ham bemalol yasab olasizlar obunachilar. Yo do'stlar, nima bu? Bu inchil kitob manimcha bu shitaman yomon ko'radi obunachilar. Okey, chiqsa yo'q. Dertib qo'raman do'stlar, balki yaxshi sehrlar bo'lib ketarkan. Homiga qaytamiz obunachilar bo'lmasa. Hop, okey. Okey, qaytdik. Nimaga bu? Do'stlar, shuni mumkin bo'lyapti. Hamma narsani toshkaydan qo'ygan ko'rib turganlaringdek. Hop. Do'stlar, men ko'p turibsizlar, sizlarni o'to'g'riman qaytib kirdim. Hop, buni qilchasimiz. Sehrlaymiz. Yo'q do'stlar, nimadir bo'lgan savol do'stlar, serverdan chiqib kirib olsam encha kitob bu mana chiqsa yo'q, yaxshi bo'lib ketarmiz biz ham do'stlar. Hop, sehrlaymiz. Yo'q do'stlar, mana obunachilar, mana sen bo'ldi. Okey, videoni oxirida ko'rasizlar men buni qanaqa qilib tashlaganimni. Hop. Yana qilich. Yana XP. Bu qilishni esa tushunmay 2,5 stack almas sarflayman obunachilar. 2,5 stack almas olish uchun sizlar bo'ldi mayli 20 minut ishlasanglar bo'ldi menimcha. Ishlab olasizlar yoki shunaqa avtopechga qo'yib
temir rudasini sotsanglar вообще qimmat temir rudasini sizlarga kerak. Hop. Okey, bu nima qilar ekan bu sefer? Qani qarab ko'ramiz. Nima aytdi? Okey. Bu samani topdi. Test to spiders. Do'stlar, вообще rasosga qaragan do'stlar bu. Вообще do'stlar bu nima bu? Nightfall kirgan qaraymiz. Forest mobs tonight. Tushundim do'stlar. Просто kechqurun zombilarni uzatib qo'yar ekan. Ikkinchisi, короче, o'limchilarni tez o'ldirishga yordam berar ekan. Вообще rasos do'stlar. Yo'qolsam bular nima aytib tursa? Mayli, shunga qo'shib olaman. Okey. Qo'shsak, qaysini qo'shsak ekan bir-biriga olmachilar. Xo'p, buni bunga qo'shib bo'lmas ekan. Demak, bizga вообще ko'p XP kerak bo'ladi. Xo'p, endi qarab ko'ramiz. Bu do'stlar, bu qanaqa safar? Distance. Do'stlar, ko'rinmayapti. Chunki do'stlar, videodan keyin ovoz beryapman. Ba'zi bir sabablarga ko'ra videoning ovozi juda ham sifatsiz chiqqan. Hop, qaraymiz. Do'stlar, короче, bu sefer siravorsa bo'ldi do'stlar. Mana короче, вообще chotki sehr ekan, buni ko'rsam obunachilar. Bu sehr siz dushmaningizga urganingizda, dushmaningizga ursangiz, sizni bronyazi kuchini qaytarib berar ekan. Bronyazi kuchi ketmay qolar ekan. Shuning uchun bu sehr menga juda ham yoqdi. Men bunga qo'shmoqchi bo'ldim, ammo lekin biroq qo'shilmadi. Hop, lekin qo'shdim do'stlar. Videoni oxirigacha ko'rsanglar bilib olasizlar qo'shganimni. Okey, buning uchun men juda ham ko'p amizlarni sarflab tashladim. Shuning uchun do'stlar ko'proq almas ketib qoldi bu qilishga asos uchun. Hop, do'stlar, hammasini men o'zimga do'stlar XP otaman deyishni o'rniga uraman deyman. Chunki men o'rganib qolganman uraman deyishga. Hop, yo'q. O'shandan va rasol bo'lyapman вообще. Bunga qo'shish kerak. O class keldi do'stlar. No do'stlar, odamni qaranglar, olmachilar. Odam kam bo'lsa bo'lardim. Bitta to'pirlardan bittada minus tashishadi. Cheater softlar. Invista bo'lsa ham, inspitida bo'lsa ham bittada topib baribir o'qib tashishyapti. Chunki oldimga qarab turganimda orqalariga qarab tashishyapti. Orqasiga qarab turmay o'ldirishyapti do'stlar. Hop, mayli. Yo'q. Nima ko'p XP kerak ekan. Okey. 40 XP qilaman. Hozir bitta toshqo'lga va to'tishni ketdi. Hop, demak, yo'q. Mayli. Bu yerdagi qilchni yo'q bu. Rasos qilch ekan bu. Hop, okey. Harakat qilamiz. XP'ni yo'q qilib tashlayman. Afsuski bunga men majburman, chunki o'qilishni oldim juda ham kelyapti. Chunki bu вообще zo'r sehr ekan do'stlar. Kiyingizni kuchini to'g'rilab bersa bu hadeb XP yotib ham yotmaysiz. Farq to'pida o'zi bronez avtomatiski короче bo'laveradi o'sha, короче. Tiklanaveradi, okey. XP'larni o'tolamiz va bu pechkalarni o'qigaman, pechka mayli. Hozir oxirgisini buzib ko'raman. U do'stlar, do'stlar doim aytganim ko'rinmayapti video. Uzoqdan qarab turibdi. Uzoqdan qaraganim yo'q, kichkina ekran bo'lib ko'rinib turibdi. Videodan keyin ovoz beryapman. Oshomnachilar. Bu pechkani qo'yib olamiz. Buni qo'yamiz. Masalan, kunlarni qo'yish kerak, chunki kerak. Shu bu qilishga qanday qancha bo'lgan. Love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for
the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some modestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant, modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up